Akıl parasatlik kızıkçı Nasriddin Efendi neçe yüz yıldan beri her saat, her minut kişiler bilen birge bolup gelmekte. Uygur halkının içinde Nasriddin Efendi'dek nurgun hayat kişiler ötken. En kara. O Yiraqdan kelevatkan şularning biri. İsmi Şerifi Molla Zeydin. Bu seni. Gel. Seni bu işe kim indirip koyar? Çım olta. Hemsi bandı. Kandak. Halayık, anlanla. Davanın emri vacip. Bugünden kalmay, nazar bağışçılığını beriş şart. Kimdi kim baranmasa, Adem beşiğe 3 kürü buğday tapşırdı. Bunundan başta atıkçıla, kattık cazağı tatılıp, yer ve mülki padişahlık kılındı. Nazar bağışı bilen... Neme degen tügümegen seylak bu. Maşının bilen nazar bağışçılığına 4. kıtım berişim. Nazar bakkılı işlesek, balı çakılarımızını kandak bakımız. Şu gep emes mi? Bizgi kergi bağ emes. Cinimizde aram kuda koyduğun kep gerek. Hemen anlaştın mı yok? Ondak bolsa 3 güre buğday beremmesen, 2 güre besam meyli. Men senin ismini defterden öçürgüzütmen. Ne? Ben baylağımı doğucam 3 gün buğday verdim. Emdi silikilip buğday disle. Ne bilirim ben? Öyle bir tal dan yok. Emdi asanmış kırıcının var. Kalkmaş kayri. Emsi orada duvan akamdan taygının temin edip bak. Mıla? Neye geldi sen bari ben? Van'ın sanları buğday diye sesip duruptu. Bende buğday yok. Muşu kırıcının var. Yürü. Van atan emez. Van atanla aldığı desen mi bari ben? Bu yaxşılıkını bilmeydiğin kayri. Mıla? Oy, bey hocam. Bu babayını ne gitmen la? Karamba mısın? İşine kal. Tohtap dostlar bey hocam. Bu babayının bir tapan yeri yok. Ne gelip bağım bilen hiç ders çıkmaydı. Şunu bu babayını koyuvetken boslu kanda. Koyuvetsele degen kandak gap. Mening işimge aralashma. Yolvaşını tapkanda döpri olup gidedik elde de. Ay yalan töş. Akanın kimligini bilemsen. Men şey... Özdürü Velihan Bey.
Endi zuvaning to'g'rilangandek qiladi. Agar bu odamdan oladigan narsani men bersam, bu odamni qo'yib beramla? Belli, endi aqlingga kelyapsan. Sen araq kirding. Bo'pti, 2 kura beramsan, 1 yerib kura bersangmi bo'ladi, ha? Bo'p demasa, menga esa. Yo'q, bu Taga, bo'ldi. Sizlar ketaversizlar. Bu yerdagi ishni men qo'yib bersizlar. bo'lmaydi balam. Ketmayman. Bununla berdiğin nedik buğday? Mındaqçandan keçtim. Vanның aldığı berip bir neççiği sözümünü kılıbilip ölsem mi eylemez mi? Gepimni anlab, uyga kirib kelasizlar, taga. Men bu bagni cho'qim obdan rozi qilib yo'lga sepib qo'yaman. Qo'llaridagi tag'ani berib turamlar. Ma'qul. Rahmat. Bu qandaq gap? Birisiga bersa, yana birisiga kelgan. Özümüz yeydiğanı bir toğranmına yok. Mağaylı begin. Ne görmüş? Buğdayını ana o yerine hep berime. Atlarını bağlap koysla. Moştağa bolamdı, ha? Boladı. Begim, bu tağa meni demesdi. Ben qarab baqay. Obdara qarab basla, ha? Seni obdan bir adabla qo'yay. Sen tozdың dasidan bu yerdagilar yo'lga tashlab ketmasın oldu. Sen rastını et. Sen zaten kimlarni qoqtib qilib, qanchalik buğday yig'ib olding? 7-8 odamdan oran 8 kura. Yo'q, 15 kura buğday, 11 kura qo'noq yig'ib oldim. Rost shu. Meni chiqarayotgan. Oy. Yani puhralarni qaqchoq qilamsa, Qildim. mendan yana buğday olamsa, Sen qanaqa aqli bo'lsin. Hey, tas. Sen daim Van hocamning to'qmoqlarini davron qilib, puhralarni qo'qishni berar ekansan, ha? Ash to'qmoqni o'zing yap baqqanmi? Bo'ldi, chaqchaq qilmasam, cho'fkam. O'lgil tasli qoldim. Men bu yerdan asta ketay, ha? To'xta. Valixon, qarg'andi sen mushkul yo'lga kirib qopsa. Men seni o'ng'ayli bir yo'l bilan nurg'un dunyoga erishtirsam, qandoq deysan? Sen zodi kim? Menmi? Molla Zeydin. Anlaganmiding? Ağlagan. Nam sharpani ko'p ağlagan. Bilishimcha sen Van hocamning avlodidan-ku deymi? Shundaq. Men hozirgi Van hocamning ani boshqa oti bir inisi. Ular meni o'gaylab chetga qiqib org'a olmaydi. Nayt shu onamni nikoh qilib olmaganlari bor. Qarsam peshonan kam, boshlaring misqozondek paqirab ketibdi. Davlatman bo'lib qilishing mumkin. Men fursat tepib seni Van hocamga tanishtirib qo'yay. Vaqt kelganda meni unutib qolmasangli bo'ladi-ku. Seni qandoqmi unutib qolay? Men Van akamga o'zimni tanishtiray desam, amaldorlarning men hujum qilishidan qo'rqib, og'zim gapga kelmay qoladi ekan. Van akam bilan ko'rishadigan fursat bo'lmadi. Sen Van akam bilan qandoq ko'rishsan? Onundan xotirjam bo'l. Men seni cho'qim ko'rishtirma. Degan gap mushadi Qosim. Bildingmi? Buni bilmayman. Qani shunday qilsam-chi? O'ng'ayli boy bo'lib ketsam, menma qarab turmayman. Topgan dunyoni tang bilishadi, ha? Sen nima qilayotgan odamlar? Valixon, sen bu yerda nima qilyapsan? Hocam, men odamlarni seliqqa haydab, Sen haydasam biz qilganmiz. Mana, Abrbaga sen obdan ise. ma'qul. Sen-chi? Nasib boqamansan yoki 3 kura buğday berib qutlamsan? Sizningcha 3 kura buğday bersam, emgakka bormayman. Emgakka borsam 3 kura buğday bermayman. Shundaqmi? To'la azmili qilmay, buğday beramasan, masala boqaman. Men shu gapni qilyapman. Hozir gap 3 kura buğdayda qoldi. To'g'rimi?
Әмісі мән Нәзір баққа Allah'ı барам. Kim qarab tursa ishla. Sizga bo'ldi be. Mudrani. Ura. Tez yola. Hey! Asmını qilmay tez ishla. Ko'rinishi. Sen bu. Asmını qilmay ishlamsa. Yes. Yaxşı o'rinlashtiribsizlar. O tarafda nima ish boshlanmadi? Endi boshlandı. Yaxshi. Tezroq bo'linglar. Men qushlarni yaxshi ko'raman. O tarafga ko'chatni ko'parak tikinglar, ha? Bo'ladi. O yoqqa nima yozmoqchisizlar? U yoqqa qosh ko'rik bilan bir ravoq yozmoqchi. Yaxshi. Nayt yaxshi. Labbay Van Hazretleri. Aytqina Mirza. Qo'shni vanglarning ichida qaysisining meninkidek mushundoq cho'ng beg'i bor? Ulug' Van Hazretleri. Qaysi Van o'zlari bilan baslasharsin. Hech qaysisining mundaq cho'ng, bundaq hashamatlik beg'i yo'q. Faqat ulug' Van Hazretlerlar mushundoq ulug' ishlarni qila olaylar. Tutmay turib, mundoq chiroyli, hashamatlik ko'rkam. Tutganda qanchlik bo'lib ketadi. Shundoq. Bundoq cho'ng ish faqat o'zlarining qo'lidan keladi. Van Hazretleri, yeri charchab qollar. Birdam yetib dam elavaslar. Shundoq. Tezman! Voy nanqipala, endi aram ağlığını körey. To'xtash. Ulug' Van hocam. Bular nima odamlar? Bu odamlar hurlik qiladi, ishlamayotidi. Ulug' Van hocam, biz biraz dam olgandik. Og'zini Vanning oldiga hurmat qilishma. Tarbiya bo'ladi. Bu odamlarni qattiq to'qmoqdab, eg'ir ish qilinglar. Xo'sh Van hocam, xo'sh. Menshi. Hey! İsmin nima? Menma Velixon Van Hazretleri. Qarsam xil yaxshi ishlayapsan. Yanimi yaxshi ishla. Men sana cho'ng mansab berman. Bildingmi? Xo'sh. Qani. Rahmat Van Hazretleri. Rahmat. Şefqatlarga rahmat Van Hazretleri. Molla Zeydi, sen aşağına biz qilib deyli. Bizga bir naqsh aytmasan qandaq? Hozir mening naqshamdan cho'mishning ovozi yaqinroq olinamiki. Cho'mishning ovozi bo'lmagandan keyin naqshangni anglab turaylik, bo'lamda? Molla Zaydin, ayta adash, mo'ngluq naqshlaringni bir anglaylik. Ma'qul.
merhamet. Kim üzgen zulgulamı Allah ya Allah. Ve yatarken ayvanda Allah. Kim üzgen zulgulamı Allah ya Allah. Ve yatarken ayvanda Allah. Avgaday naqshini xeyli tuzuk aytyapti o. Onu chaqiranglar. Odamning ichi pushib ketdi o. Naqshchini chaqir. Seni Van hocam chaqirayotdi. Mana. Naqsh aytgandimni bajalamdi ekan. Nima? Ma'qul. Men berib baqay. Naqsh geldi. Van Hazretleri. Van hocam, naqsh geldi. Kirson. Kirson. Kira. Ulug' Van hazratlari, paqir xizmatlariga tayyor. Nereden keldin? Menma? Sen. Aqbəyning yurtidan, Misboshbəyning dardidan. Dirmush urib burniga, yiqilganning o'rniga keldi. Xeli parangchida qilasan, ha? Yo'qsa, parangchigo emasman. Shundoq bo'lsa-mu, har yili bir ikki to'ka paranglarni, aplab tepib saranglarni tangidochalarga setib yuribdimi? Odam anglab boqmagan paranglarni qiladi ekansan-ku, ha? Rahmat, Van hazratlari. Isming nima? Onun ismi Molla Zaydin. Molla Zaydin. Anlagan. Yering bormi? Bökümçüse Vanlık yergi düşüdü təqsir. Mening uyum Vanlık yerinin o'ttirsig'i joylashgan. Naytim yaxshi kun ko'chirib ketyapti men. Buğdaylar boshtatib puroq kirganda purab to'ymayman. Boshqalarning tergan buğdaylari Vanlık yerning buğdaylariga o'xshamaydi. Ham xushpuroq chochmaydi. Men yaxshi puroqlarni purab, mahsulotga qarab, bagdek yashab kelyapman. Qanday qilimiz zuvli deydigan bir narsa bor o'xshaydi. Xudoy taolo har qaysilarida katta bandalariga yer, zamin, yana kor suvlarini qo'shib berdi ekan. Menga o'xshashlarga tirikchilikmi yo'q. Xudoga shukr. Menga Vanlık buğdaylarni ko'radigan, puraydigan zuvlini oymay o'zganligiga men nihoyatda xushal. Mening bir ildam eshigim bor. Go'yda zerikib qolsam, Vanlık yerlarni hatto 7-8 kundimi aylanib bo'lamayman. Molla Zaydinga choy keltiringlar. Suluk tuttum özlerge, çek basmagan sözlerge, bekçim unmu askilar çaplay desem dezlerge. Ashqalliday o'zlariga, Vanga yaqqan so'zlariga, 5 unmi oz kepti, padasqiga yuzlariga. Olmagan. Lebbey Van Hazretleri. Çelinglar. Memleketten anladım dostluğuna.
Ağzı oyna tonkaşı iş yargılar güley. Çok erkenler dağlı dem yargılar. Oyna tonkaşı iş yargılar güley. Çok erkenler dağlı dem dosturlar. Ağzı oyna tonkaşı iş yargılar güley. Çok erkenler dağlı dem dosturlar. Ağzı oyna tonkaşı iş yargılar güley. Çok erkenler dağlı dem dosturlar. Zıplarken güzeylek yargılar, şapkırıkta güzeli dostlar. Karneleri açtı bey yargılar gele, anlayıp güzeli dostlar. Karneleri açtı bey yargılar gele, anlayıp güzeli dostlar. Karneleri açtı bey yargılar gele, Anlayıp güzeli dosturlar. Karneleri açtı bey yargılar gele, anlayıp güzeli dosturlar. Hem ahkalla yargılla, hem tutaktan baktı dek dosturla. Kırlış duyguları yargılar güley, üstteken oldu 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 dek dosturla. Beşimli yeydiğen Molla Zeydin boldu kıl, meni kadın çıkardın. Kadın çıkmagan demen kaldı. He, öz vaxtıda yaşıydık, çıraylı kıydık. Başladı güllük gezek. Emdi kıyırdın, solaştın, kollarında tezek. Uy cuvaynimek. Yaş vaxtımda köygen bolsangçı, aşna yemey ölüp gidettin. Yaş vaxtında körüngenge kaş attın, arkasından taş attın. Kıyırganda yüz gözünü üstü ağlık bilen yaptın. Ah, Molla Zeydin yaraysan. Üç ay bağrımni üzüp etkili, taslı kaldın. Ben seni ketmenden azat kıldım. Xalığanda orada kirsen bu deyiverdi. Pat pat kirip durgan. Çakırtkan haman kir. Ben bek çarçap kettim. Bir az aram alay. Her kaysilerime çıkıp dem eli sıla. Hey hey. Endi kessem boludu. Bu ne mi degeniniz? Kuruk kol kandak yedi mi? Nemi gap? Van Hazretlerinin eti uluk. Uluk yedin yansam kuruk. Halk mazak kılışır koyuk hem suyuk. Van'ı behil dese kandak kığılı. Degenlerin nait toğra. Muşu deskanın üstüdekisinin hemmiz senin. Xalığanca al. Hemmini al. Bu ne? Muşatlı yevetey. Bu yaxşı nəsə ekan. Bu ne? Əbditey. Bu ne? Setib oldu alay. Bu ne? Səmətki alay. Nima degan mezilik bu? Bu nima olay? Həmmini əb qəsəb ki. Bunu mana Van Hazretleri soğuk qıqab dursa. Həmmini əb getək. Tazı ensemsiz bakımda oldu. Kelala. Daha yerden düşürler kelala. Molla Zeydin. Değil mi bu? Kelala. Bu hemmisi yeydiğen nesile. Yeydiğen nesile. Ağırla hemen lan kelala. Kelala. Yaydıkan nesek yaptı. Bugün Molla Zeydin Nezar Bağ'da silahge birinci kıtır ziyafet verdi. Seni kelala. Kelala.
Oycan. Oy. Molla Zaydnaka, ne bo'ldi? Mening yuragim og'riyotdi. Qachondan beri? Sizni ko'rgandan beri. Chaqchaqni qo'ying. Dadamga yana elchi kirgizib bergan. Meningga hozirlik kirgizgan bor. Lekin dadangiz o'tgan qadimqidek bundaq tejmal sargadonga berdigan qizim yo'q deb o'nimasmiki? Maysan, maysi gelin. Men moshundaq bir sargardon, davomli bir yerda turamasam. Mayli. Menga saqlayman. Yo'q. Maysan, men sizni o'lib ketgan ayolim hurriyatning xo'rligida qilishingizni xohlamayman. Bu go'sht ozroq pishay demabdi-ku. Akasi hemen kör bakay. Qulab kelib qoldi. O'tin tugidi. Qanday qilamiz? Van kocam bütün hizmetçilerini başlap ovuğu çıkıp gitti. Biz bu göçlerini kandak pişirimiz. Kasları karab bekisla. Bu etrafta otun mu bombmusa? Van hazretleri bizni qanday qiladi ekan deb bütün mulozimatchilarni aytib ketdi. Endi bu qozondagi go'shtni pishamay bo'lmaydi. Haqqaslari o'tin terib kelishadi. Bu uzun ton yuqan salli bilan qanday o'tin tagili bo'ladi? Ajinni kerak bo'lib o'tinni yig'ishib kelishadi. Berislar. Ahlı, biz otunla qanday qilib kelamiz? Shuni demamla. Ey, azizim. Qarslar jiroqdan birisi eshak bilan o'tin olib kelyapti bu. Ko'di. Oq eshak qo'y. Xudoyim bizning g'amimizni qilibdi. O cho'qim bo'lmasaydi. Har qaysilari bu yoqqa kelsa, menga bir o'y kelyapti. Nima o'y? Bu ahmoqni boplaydigan payt keldi. Assalomu alaykum, to'rlar. Bu yerda Molla Zaydin, hadin kelyapsan? Bu o'tinni nima qilasan? jangaldan kelishim. Bu o'tinni nima qilyaptim? Setib, terikchilik qilaman-da. Ati qiyomat qoyim bo'ldigan tursa, o'tin setib nima qilasan? Ata qiyomat qoyim bo'lamdi-kan? Rostmi? Rasulmaychi. Mana qara. Biz bu nazir chiroq qilib qozon ostida qarab boqmoqsa. Shundoqmi? Setib nima qilasan? O'tinni eshakdan tusha. Nazir chiroqqa ishlatayli. Xo'p, taqsir. Buni satsam-mu pulini baribir ishlatamaydi ekanman. Bo'pti, nazir chiroq ishlataylik. Shunda qilaylik. Molla Zaydin, sen o'tinni tushirib, qozondagi go'shtni pishog'ash to'g'in. Biz ovu daraxtga berib tahorat elib, tövbe istig'for o'qib kelaylik. Qilaylik. Xo'sh, taqsir. Obdan. Qiyomat qoyim bo'lish oldida har qaysirdek oliy janoblar uchun xizmat qilib oldigan bo'ldim. Aras, tövbe istig'forni men uchun ko'proq o'qib qo'yishinglar, ha? Ma'qul. Sen O'qiymiz. Go'sht pishganda bizni chaqir. Ma'qul. Otunu düşedi. Hem de aldığını aldın. Ras oldu. Vanın aldıda obro'yini tushirdigan bo'ldi. Hey, Molla Zaydin aytib qo'yma. Diqqat qilaylik. Shundoq. O'zlari ishton ko'ylakni sog'in to'lig'i. Xo'shallikda ishim qizib ketyapti-da. Suvda bir yuvinib kelay. Shu ishimiz bilan suvga tushsak, ziyon qilmasmi? Ey, bu issiqda ziyon qilmaydi. Kiyimlarni sasla, yaxshi vaqtlarda. Yana yoqmasa foydasi bor. Men tushay. Qasenichi, o'zlarichi. Tatlı uykum geldi. Birden uklu var. Yalan oyoq yursa nima degan rohat o'zdirimiz emas. Shundoq qilay. G'aznichi, kiyimlarimizga qarab qo'yaylik.
Ma'qul. Digarada. Rahit keda, chaqchaq qilmaydi. Acayip rahatlar. Van Hazretleri'nin kildiğe vakti kaldı. Van Hazretleri'nin aldı da Molla Zeydin'ini taza açsırdıgan boldu. Adamın aldığını sesiydiğen boldu. Van Hazretleri emdi Molla Zeydin'in ikinci ordusu yolatmadı. Oy. Oy. Kiyimlerimiz yok ko. Müşaksep koygan Aziz Hazretleri. Van Hazretleri'nin kildiğe vakti kaldı. Kiyimlerimizi tiz vermezse. Ay, imbek çakçak kınmay kiyimimizni verse. Bana zukam tekip kalıdı o. Çapçan tuzla. Gazici, çakçaklarını koysa. Kiyimlerimiz kanı. Hem de uxlab dikenme. Qaysi kiyim? Qaysi kiyim? Bu şey sana kiyim çok. Mening kashimmi yo'q-ku. Bu çokum Molla Zeydin'in qilgan ishi. Bu gadayning tapta atmasini bizga chaqchaq qilib shugini qaranglar. Molla Zeydin! Molla Zeydin! Zukam ketyapti. Molla Zeydin, kiyimlerimiz qani? Bizning kiyimlarimizni sen nima qilib qo'yding? O daraqa ilib qo'ygan tonlarimizmi yo'q-ku? Molla Zeydin, kiyimlerimizni nega tiqib qo'yding? Kiyimlarni nima qilasizlar? Nima qilsizlar? Keymamiz bu. Van hocam hozir keldi. Qiyomat qoyim bo'ldigan tursa, kiyimlarning lozim bo'lmagandan keyin qolib go'shtni pishadim. Avrat ejilib qolmasini bo'lmadimi? Qandoq gap? Jurlar qo'ydi. Qalbingiz to'ldirib. Mening Adam bo'lmoq uchun shayton. Yo'qol ko'zimizdan. İkinci yüzünge qaramaymiz. Mayli. Yüzümge qaramasanglar, boshqa yerimga qarab qo'yasizlar, Xayr xo'sh mo'tabarlarim. Endi qandoq qilamiz? Nimani qandoq qilamiz? Van Hazretleri mush qiyofatimizni ko'rsa, rasvo bo'lamiz shu emasmi? Hamsa Van Hazretleri kelib bir yerdan kiyim deb kelayli. Shundoq qilaylik. Bo'lammi? Jonvarim. Saqlab turdingmi? Je, endi ketimiz. Sening to'rt do'sting meni xeyli avval qildi. Jira. Muzlab. İştirab ketyapman. Odam issiq talab bo'lolmayotsa, ishtirab ketyaptimi? Voy. Ne bo'ldi? Tomni tash bo'lib oldi. Mushundaq yo'lda mangan bormi? Boyqi to'puluq yo'lda mansaq bo'libdi. Ay, boyman dedim bu. Fuqarolarga uchrab qolsak so'chak qolamiz. Hazretleri birdan uxlamay turgan bo'lsa mush yo'qdi. Kim seni qayerdan suv tushunlar degandi?
Rezilisi hocam. Benim fakat manguzluğum hamını kapaş kılavaz kandak. Ben özümle oran götürüp ketip olsam, seni kandak götürüp bana be. Vay can. Vay can vay. Vay can buldu. Putum. Ben karım. Abla. Vay can. Yoğan tikenken. Ben tatlı çıkarıp da. Vay can. Yok. Özem. Özle kanda çıkarıp. Vay can. Ben ağırtmayı çıkarıp da. Bob demse. Vay can. Bana karısla yoğanı çok tikenken. Vay. Kendim buldu. Geldi uçup da kalkan okşaydı. Neme degen ısık. Acayip gelip gitti be. Yürüsüler. Van Hazret'in kildiğine vakit bulup kaldı. Hazretleri beni yülep koysa. Vay. Dursa. Vay. Elim kollarım sıvalayım. Mavguçlukım kalmadı. Vay. Vay bile. Molla Zeydin degen rodu payını epleyimiz hep özümüz eplendik. Oldu la. Vay bile. Vay. Hey, anla. Atlarının tuyak havası anlı batıdı. Van Hazretleri orada kaçıp geldi. Emre Beni kan oğlu Zeydin. Ne mademsiler? Bu yak sıkış. İt ala. Toktan la. Silahını bu ahvalga tushirib qo'ygan kim? G'ajib qilishdingmi? Gap qilish. Mana seni bilan. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh etsa. Har qaysing texi Molla Zaydinni mazoq qilmaymiz deyishamsan? Voy qapaqlash döt. Men seni qavshi qo'yganlar. Bularni mushpeti bozor cho'kiltib, ondan o'rniga qo'yinglar. Xo'p. Cho'p. Tez menish. Tez bo'ldi atma. Bu ne kelgan qizlar ekan? Yezlardan tanlab Van ordisiga dedeklikka olib ketayotgan qizlar. Hey bichorlar. Ota-onasining bo'lib ketgandi, ha? Otning ustidagi Valixon degan ichidan to'ng'iz qotiradigan zahar narsa. Tez menish. Tez bo'lash. Boynunglarni atqanda belinglarni yumshoq tutinglar. Qaytib kelamiz. Başlan. To'xtala. Usulni chiroylik, seliq, xulqi bilan o'ynash lozim. Ko'pinchalarning put-qo'llari tayoqdek. Esinglarda bo'lsin, bu Van ordisi. Etizlik emas. Uqdinglarmi? Buni sizlarga ko'p qatim dedim. Davamlıq məşq qılınlar. Ögünlükке Van alileri her qaysınlarının usulunu gördü. Hey, tüzüp dur.
Xoş. Van alileri sizlarni ko'rganda, engaklaringlarni, boshqa yeringlarni tutib ko'rishi mumkin. Mana mushundaq. U vaqtda mushundaq go'shib turmay, hijib noz qilib turish. Mana menga o'xshash. Ko'rdinglarmi? Balki yiqib qolsanglar Van hazratlar sizlarga cho'ng inom berdi. Molla Zeydinning ko'zini yo'qotmay bo'lmaydi. Uni kitob, Van va xalqi olam oldidagi inovatini to'kish kerak. Bizga sho'qib o'zimizni olmay bo'lmaydi. To'g'ri, shundoq Xotirjam bo'lsizlar. Molla Zeydindan intiqomlarini cho'qim yeb beraman. Dong oldidimi? Inovati tushdi. Valixon, obdan ishlasang, sana cho'ng inom beramiz. Rahmat. Maysxon, to'xtab tursinlar. Maysxon. Nimaga? Bugun Van alileri o'rtada bazm qilmoqchi. Shuningga Maysxonni alohida taklif qildi. O'zlari Faqir Valixonbek bo'laman. Valixonbek, Van hazratlariga yetkazib qo'ysa. Iltifotiga ko'p tashakkur. Mening qizim hech qanday gap bo'lmaydi. Mundaq iltifot hamma odamga kelavermaydi. Qaytaji. Obdanroq o'yinni pasili bo'larmikin? Bo'lmaydi dedim-ku. Bo'lmaydi. O'zinglarni bilib qaytib ketinglar. Bu Van hazratlarining buyrug'i. Bugungi orda bezmisiga qizingiz bormisi bo'lmas? Van hazratlarining orda bezmisi banasi bilan nurg'un qizlarni dafsani qilganlik osmi? Endi men Gaytajining beshiq ketdim-a? O'zinglarni bilib, qoradan chiroyliqcha chiqib ketinglar. Chiqib keting. Nerda? To'xta. Oldiga mangadigan bo'lsang, hech qaysang tirik qolmaysan. Kelinglar. Maysxonni etmanglar. Tez! Meni qo'yib kes! Meni qizimlar! Dada! Qizim! Dada! Qo'ysin! Meni qo'yib kes! Oh, xumparlar! Qizimni qo'yib etish! Kelinglar. Bu qayerni mapirib sizlar tashlanglar. Itmanglar. Yolni bo'shat. Yolni bo'shat. Menima. Messi. Almaxon? Molla Zeydin. Vucchivoy nimak. Van oldida meni ajab tushirib ketganding. Endi izlab qopsan-ku. Almaxon, elimi chiroyliqsan. Vanning oldida o'yin qildim. Bo'ldilar. Chiroyli gapingni qo'y. Meni nimaga izdaysan? Ya, oshiq bo'lib qoldingmi? Almaxon, menga qara. O'z vaqtida sen butun turpan xalqini o'zingga qaratgan go'zallarning birisi eding. Van seni oyoq osti qilganlikdan ishingga zahar yutib,
Əpyonga berilib ketding. Shundaqdimi helmi chiroylisan. Lekin ular seni ati o'gin o'rnidan haydab chiqirdi. O'zingga o'xshash bir go'zalning sana o'xshash bo'p kelishini xohlamsa? Zaten nima demoqchisan? Gay tacının kızı Maysemni Van köydü mü? Yo'q, sen salqin tushganda bazmida ko'makchi. Demisimi, Maysam haqiqatan chiroyli qizga. Van uni hargiz changildan chiqarmaydi. Obdan almagan. Bugün amal qilib Maysemni qochirmasan. Sarang bo'ldingmi? Hargiz bo'lmaydi. Uning ustiga tunigundan beri Valixon u qizni Vanga maqtab sho'lgaylar eqib ketdi. Vangni ko'rishga taqazza. Qat'iy bo'lmaydi. Almagan. Bazmiga menmi qatnashiman. Sen bana fursat chiqarib bersan. Ish qilib sen bana yordam qilsanglar. Az bo'lsa-mu dadamdan qolgan bu o'zikni qabul qilgin. Meni nima gizdaysan? Ya, aşık bo'lib qoldingmi? Almagan, bana qara. Öz vaqtida sen bütün Turpan xalqini o'zingga qaratgan go'zallarning birisiyding. Vang seni oyoq osti qilganlikdan ishchinga zahar yutib, apyonga berilib ketding. Shundaqdimi helmi chiroylisan. Lekin ular seni ati o'gin o'rnidan haydab chiqirdi. O'zingga o'xshash bir go'zalning sana o'xshash bo'p kelishini xohlamsa? Zaten nima demoqchisan? Gay tacının kızı Maysemni Van köydü mü? Yo'q, sen salqin tushganda bazmida ko'makchi. Demisimi, Maysam haqiqatan chiroyli qizga. Van uni hargiz changildan chiqarmaydi. Obdan almagan. Bugün amal qilib Maysemni qochirmasan. Sarang bo'ldingmi? Hargiz bo'lmaydi. Uning ustiga tunigundan beri Valixon u qizni Vanga maqtab sho'lgaylar eqib ketdi. Vangni ko'rishga taqazza. Qat'iy bo'lmaydi. Almagan. Bazmiga menmi qatnashiman. Sen bana fursat chiqarib bersan. Ish qilib sen bana yordam qilsanglar. Az bo'lsa-mu dadamdan qolgan bu o'zikni qabul qilgin. Mana bu narsaning keragi yo'q. Mana sen kerak. Adam geldi. Almagan. Emsa shundaq bo'lsin, ha? Ben ketdim. Valixon, Labbay. o'ttirdikining ismi nima? Onun ismi Maysa. O nemish qiyig'laydi? Van hazratlariga xizmat qilganligiga xo'shal bo'lib yig'layapti. Ko'zing bojimi? Hashqallah Van hazratlari. Yolg'iz Maysamning usulini ko'raman. Ma'qul, men Maysamni yasantirib aytib chiqay, andan keyin ko'rsin. Qizlar chiqdinglar. Van hazratlari sizlarni bir necha qatim so'rdi. Bu eski jo'nim qilla. Lazım ba. Chirim.
Qarsılama degan, jema degan, güzel, chiroyligina. Bu yoqqa keling. Keling. Yenimga keling. Bu yerga kelsin. Bu nima qilganlari? Van mening qiziq o'yinlarimni yaxshi ko'rdi. Men bugun yangi o'yin ko'rsatdim. Bu yoqqa. Van hazratlari xiris qildi. Boshni yerdan ko'tarmaymiz. Hammanglar dum yetinglar. Yerini oladigan Azroilman. Yomon bo'lsang o'rnidan tursha o'rnidan. Sen qo'rqoq. To'g'rirak. Van hazretleri Batur, Van hazretleri Yolvaz, Van hazretleri hiç narsadan qo'rqmaydi. Hammang to'g'rirak. Ölümde qo'rqsa. To'g'rirak. Tira o'rnidan. Tira o'rnidan. Sen tuz ol. Sen tuz ol. Nima odamsan? Bu kim? Nima odam? Assalomu alaykum Van hazretleri. Molla Zaydin. Turpanning issig'ida ko'ynak ig'ir kelyapsa. Jo'ki vag'ning nimasi? Bu juva dadam rahmatlikdan miros qolgan. Akam bilan ikkimiz miros bo'lganda Qozi xonim qishda oksi, yozda ukiskeyson deb hukm qilgan. Shariatning hukmi bilan menga navbat endi keldi. Van hazratlarining ma'rikasida boshqa kiydigan kiyim bo'lmag'achqa moshini kiyib keldi. Qo'y bundaq gapingni. 8 oyda juvi kiyib, Van hazratlarining ma'rikasiga kirish adabsizlik. Adabsizlik qilib Van hazratlarining kayfini buzding. Kishlarimiz g'o'chirlab, to'qmoqlarimiz taranglab ketdi. Zaydinning bunda qilishiga chidab turolmaymiz. Markini qasddan buzganlik uchun 50 to'qmoq urilsin. Kelinglar. To'xtanglar. Mening arzim bor. Hamma ishning ustozi bor degandek, mening ustozim bor. Ustozim menga Van G'ojamni ma'rikada urkitib bersang, sana 5 tilla beraman degandi. Men Van G'ojam ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odam. Turpandek cho'ng yurtni so'rayotgan ulug' odamni qandoqmi urkitibli bo'lsin dedim. Ustam menga Van kichik vaqtida eski juvdan qo'rqatdi. Biz bir uyda billa o'ynab cho'ng bo'lgan deb turib oldi. Men 5 tillani ko'zlab, mo'shundaq ahmoqlik qilib sopdiman. Bo'lmasa bundaq issiqda juvi kiyib sarang o'p qoldimmi? Jazolashga to'g'ri kelsa, ustamni jazolash kerak. Jilonning beshini yanchish aqlliqdir deymiz. Ulug' Van hazratlari. Sana ustoz bo'lgan kim? Valixon bey. Valixon. Labbay ulug' Van mollika. Mollika? Qandoq bo'p akang bo'p qoldim? Aka deb nomimni bulg'amoqchimisan? Yo'q. Aslida mundaq ishdi. Men mollikamga beadab qilishgan nima? Haddimi? Nima? Bu toz nima deb jo'layotdi? Og'zi uringlar. Rostini aytmasam bo'lmadi. Biz aslida urug' tuqqan. Valaxshima. Og'zi uringlar. O'zlariga qari keltiradigan ishlarni hargiz qilmayman. Hazratlar bilmaylar. Mening opam ulug' buvimizning vaqtida o'rdida deydi ekan. Bir kunlari Van buvimizning opamga ko'z tushib qopti. Shu chaqda men opamning qo'sqida qolgan ekanman. Astagfirullah, shundoq misatga bo'limdi. Bu tozni 50 to'qmoq urib, turpan tavasidan qo'g'lab chiqirdilar. O'val bo'ldi. O'val bo'ldi. Unda qilmislar. O'val bo'ldi.
Uluq Van Hazretleri, özlerinin xuşçaqçaq, adil yurt soraş jaryanida sizning hürmetlerine sazavar bolup orduga bir qancha qitim kirish fursatiga ega boldum. Bu jaryanda qarsam, ordu əməldarlarının qosaqları toyub, ordunun qayda yosonunu qayırıb qoyduğan, saray əməldarlarının bolışqı tegishlik şartlarını mı hazırlamaydıgan bolup, orlışıp gitipdi. Ochiqroq so'zla, qanday shartlar bo'lish kerak? Uluq Van Hazretleri, şartlarning biri shuki, ordu əməldarları arq so'ngaklarini apchil egallaydigan bo'lishi shart. Buning uchun har kuni mashq qilish kerak. Masalan, kelinglar. Hammanglar o'rninglarda turinglar. Bu yoqqa kelinglar. Mashq qilamiz. Kelinglar. Jalsa o'rninglarda turinglar. Tez bo'linglar, tez. Kelinglar. Egilib. Mushuk egilib. Egilib. Sizmi egilib? Bakrak. Bo'ldi. Siz qo'saqni ishingizga tortib egilib, Bakrak. Bakrak. Jalsa o'rningizda turing. Yani sizmi? Egilib. Men nemish egilmaysiz? Xuddi no'g'ri jutavaganda qotib tursiz. Egilib deyman. To'g'ri. Bugundan boshlab bularning hammasiga qoida yo'sin o'rgat, Tezmin. Aslida bunchalik ushshaq-tushshaq ishlarga o'zlarining orishlari hojatsizdi. To'g'ri. Bu döt eshaklarda aql farosat degan narsa yo'q. Hazratlari boshqa Vanga qaraganda yuqori obro'yga ega. Shuning uchun hazratlarining nom sharifini tarixdan tarixga qoladigan qilsak yaxshi bo'ladi. Bu gaplaring ayt to'g'ri. Men seni maslahat chiqsam bo'g'dak. Qani, so'zla. Van Hazretleri, sizlar ketila, hammamiz ketimiz. Bu Allah'ning hukmi. Burunqi xallar ham Vanlar yurtni bir xil usulda so'rab keldi. Masalan, gunoh qilganlarni zindonga tashlash, darg'i esish, chambi kesak qilish, kaltakka besish qatorliq. Hammasi bir xil chora, hech qanday farqi yo'q. Boshqa Vanlarmi shunday qilgan. Shunga tarixga yozilmaydi. Shundoq. Şoňa Van Hazretleri yeni bir usulni ijod qilgan bo'lsalar, bu tarixga yozilgan bo'lsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Qani, qandoq yangi usulni deysan? Ochiq ayta. To'qmoq jazoning o'rniga chiroyliroq anglanadigan. Amaliyotda to'qmoq bilan urg'andanmi dahshatlik. Gunohkorlar ikkinchi gunoh qilmaydigan, butun iqlimni hayron qoldiradigan bo'lsa. Ayta. Qandoq jazo? Ko'p kaptar jazosini qo'llanib nobud qilsak, bu nima degan dahshatli chora bo'ladi-da? Ko'p kaptar jazosi degan qandoq jazo u? Kaptarning bo'ynini uzib tashlagandek, uzib tashlaydigan jazoni deydigandir. Ahmoq. Hargiz andaq emas. Juring. Maysen, hozircha uyingizga bormay yezidagi kichik opangizning uyiga ketdim. Ma'qul. Rahmat Almuxon ayla. Xo'sh emsi. Yaxshi jazo ekan. Zaydin. Xo'sh, hazratları. Bugungi jazoni o'zingga qala. Xo'p, hazratları. Xaloyiq, tinch. Donolikda pri komil, adolatda no'shirvon odil, Van hazratlaridan buyruq. Gunohkorlarning ko'zi kishan, bo'yin turuqlari ep tashlansin. Eyyuhannas!
Anlanglar amuhas. Günah ziyade bolsun mu? Jaza degen ras. İltifat degen buningdan mı artık bo'lmas. Sizlar Van Hazretlerining qonuniga xiloflik qildinglar. Eg'ir jazoga loyiqsizlar. Van Hazretlari bir xil yangi jazo qonunini ishlatdi. Bu qonun dunyoda birdan bir unumli qonundir. Kamil Sapra. Gel. Kamil Sapra degan sen bo'lamsa? Shundoq. Lekin mening gunohim yo'q-ku. Sen yaxshi etingni vang'i bermay o'ltirib qo'yibsan-ku. Men qandoqmi o'z etimni o'zim o'ltirib qo'yay. Bir kechida o'zi o'lib qoldi emasmi? Bir kechida o'lib qoladigan qandoq at u? O'z gunohingni tek tanimay o'tamsa? Ko'rdingmi? Bu kaptaning qanoti ko'k. Putiga bir seriq shoyi lenti bog'liqlik. Sana bu kaptani tutib kelish jazosi berildi. Agar buni tutib kelalisan, gunohingdan soqit bo'lasan. Ah, Xudo. Qirg'anda bu kaptani qandoqmi qo'g'lab ketalayman? Tez bo'l. Hey, chapsa qo'g'la dema. O çölde usap özediğen oldu ya. O kıyri yavu kaptanı kandak mı tutalısın ha? Gayet Hacı. Günahını bilemsen? Men Van'ın kul emas. Men erkin dehqon. Hey gedenkeş. Günahsızlarning jazoga tortilishi tarixdan buyon davom etib kelayotgan qonun. To'g'ri. Anlab tur. Sana hozir bu ko'k kaptani tutib kelish jazosi beriladi. Obdan qara. Bu kaptaning putiga maysrang shohi lenta bog'liqlik. Ko'rdingmi? Sening kaptiring kucha tarafga ketdi. Chapsan qo'g'la, uni cho'qim topa olaysan. Chapsan bo'l. Ey gayet, sen hergiz mi qaytib kelenmeysen? Sultan! Adamlar mening mushu jazoni tunji qitim qo'llanganligimni bilib qolsin. Zaydın nemişki hazırlık gelmeydi. Van Hazretleri, bir qancha qitim odam avatdik. Hozirgacha topolmabdi. Molla Zaydın bo'lgan bo'lsa, odamni kuldirib, ishlaylarini usib etgan bo'ladi. Nima bu? Yana ko'z, yana shu. Uni darhol tepib kelinglar. Xo'p. Van Hazretleri, O'zinglar bir taraf qilmamsizlar. Molla Zaydın bo'lgan bo'lsa, bundaq ishlarning hammasini meni avar qilmayli qilgan bo'ladi. Qumul Van Hazretleridan kelgan jiddiy xabarkan. O'qi. Xo'p.
ulug' qudratlik turpan Van ağaylariga, ağaylarining yiroqda turib bizni yod etib, Nazarbog' murosimiga taklif qilganlik maktublarini xursandlik bilan topshirib elib, intayin suyundik. Başındaq xoşallik taklifni topshirib elish bilan birga ko'k kaptar jazosi degan xabarni anglab hayron bo'ldik. Jazolangan gunohkorlarning ba'zanlari bizning yurtimizda xotirjam tirik turmoqdimish. Biz Qumulvon Tejmal Gaday Molla Zaydinning parokandichiligiga ko'p uchirgan. Mushu ishda avlilari Molla Zaydinning eli sehrlariga aldinib qoldimi qandaq? Agar Molla Zaydinning yangi eli sehrlarining oldini olmasak, ishlarimiz yomon bo'lg'isidir deb o'ylashdik. Biz avlilarining Molla Zaydinni neden bo'lmasin? Qo'lini yerga tekkizmay ap kelinglar. Xo'p. Amanet bana. Bunlarni eli var. Xudoga omonat bo'l. Halayık! Anlamla! Molla Zaydin degan turpanlıqni süpərgənlərə 5 saat gümüş inam verildi. Halayık! Anlamla! Molla Zaydinni süpərgənlərə 5 saat gümüş inam verildi. Halayık! Qani kelinglar. Anlamaganlar anlasın, bilmeganlar bilsin. Turpanlıqni qaçdan Molla Zaydin degan Tejmal Gaday. Kimlikten turgan yerine yetip verse 2 saat gümüş. Eğer tutup verse 5'er gümüş inam kılındı. Yoşulganla turnuğa taşındı. Velihan Begim, o tamamla. Maysan. Dada, Maysan. nimiş bo'ldi? Xoş xabar, hem şum xabar. Soati nimiş bo'ldi? Molla Zaydin müşahidi ekan. Molla Zaydinka. Bu xoş xabar bo'lmay, neymiş ki şum xabar? Kızım, Molla Zaydinning bayırında bəgəllərə işkisi, tutub bəgəllərə 5 gümüş verimiz deb, cakaçı koç-koçalarda car silavatıdı. Dada, endi qanday qilamiz? O bizni qutqazg'uchi nijaklarimiz desa, qarimiz bo'lmasa bo'lamdi. Men bu yo'l bo'yi qarab keldim. Uchratmadim. O nerede? Tutub ketmisi yana. Dada, yana izlab baqayli. Juring. Men izlab baqay. Sen o'ltirib turgin.
To'xta. Suv degansan? Nereden geldin? Ben et degan chiqqan yerimdan keldim. Tola git Allah'ım bak. Nerede turayotganingni bilamsan? Bilaman. Osmonning ostida, eshigimning ustida turyapman. Quruq gapingni qo'y. Eshikdan tush. Xo'sh, begim. Xurjunda nima bor? Aşağı tekshir bakay. Aldırma. Ben göstib qo'yay. Buningdagi yan bu. Buning bilan bu adovatingiz yo'q-ku? Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat, rahmat. Bajgir begim, bundan keyin meni to'smassiz? Yo'q, yo'q, hargiz, hargiz. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Xudoga omonat. Begim, suv deganing nima? Lay, hech nima, hech nima. Ko'rib boqayli. Asla, ko'rib boqayli. To'xtatdi. Acham aytgan yaxshi turdimi? Eri yana uramda. Acamning eri qima o'ynab, qarzini to'lamagachga boshqalar uni o'ldiryapti. Acam doim sizning gapingizni qiladi. O'tgan qitim siz bo'lmagan bo'lsangiz, acam mayib qolmaydi. U qilishdi ishim. Bir haftadan beri Gay Tajikon bilan maysimni topolmadik. Yanchi quruqdilib pulmi qolmadi. Ishmi topolmayapmiz. Malika, ey Malika. Men berib bir oz yeydigan nasib kelar. Men sana o'g'irlik qilma deb necha ketim aytdim-ku. Hey, kim mening bir sanduqchini qachirimni uyga olib berdi? Men apır berdim. Boyvachcha, bu narsani nega olib beramiz? Qancha pul berlar? Bahasini kelishib olaylik. Shunda qilay. Hey, pul degan nima u? Men sizlarga puldanmi qimmat narsa berman. Amsi nima berlar? Dunyoda pulg'imiz yetib olg'ili bo'lmaydigan 3 eg'iz hikmatlik so'z deb berman. Nima deydiki debdimi? Nikohimiz kaptab chiqamdi. Jurala. Bekir o'tog'icha bekir ishlar deb tikan. Bu odamning salobatiga qaraganda xeli bilimi va'da qiladi. Men olib beray. Malika. Birdan tutib turaylik. Ish chiqib qola. Bugun men bu odamni bir sinab baxmasam, pushmoq qilaman. Men muborak. Taqsir. Bu sanduqni menga bersizlar. 3 eg'iz hikmatlik so'zlari uchun men bu sanduqni uylarga olib beray. Yaxshi, andaqda oldi bilan sanduqni ko'tar. Taqsir, qani hikmatlik so'zlarini degach mansala? Toza ahmoq nima ekan? Kerekan hamoqatga. Bir kim sana to'q qo'saqdan osh qo'saq yaxshi desa, hargiz ishalma. Bu qaltis gapkan. Ikkinchisi-chu? Ikkinchisi, agar bir sana ot mingandan piyoda yo'l yurgan yaxshi desa, hargiz ishalma. Bu qaltis gapkan. Uchinchisi-chu? Aldırma, uyga az qoldi. Uyga borgandan keyin deb beraman.
Qani hali hikmetli sözün deyvesile. Hey, aldırma. Öyge az kaldı. Oy. Hey, dikkat kıl. Bunu ben canlandın ekkeldirgendim. Bu yakman ay. Mana öygümü keldik. Hikmetli sözünü endi dağla. Eğer bir kim sana dünyada sendin mi başka ahmak ba dese herkes işenme. Yaxşı gapkan. Men sizlarga bir hikmet so'zni deb beray. Agar birisi sizlarga bu sanduqning ichidagi chini qochilarni saq desa, sizlarmi hargiz ishonmaysizlar. Ha? Hey isi, çini kaçırırım. Canlandın erkendirgen çini kaçırırım emez mi bu? Çini kaçırırım tüveletme o iş bulasa. Çini kaçırırım tüveletme deyme hey muhtem. Çini kaçırırım tüveletme. Tüveletme deyme. Gaytacıga? Molla Zeydin. Sen ahır taptın. Gel öyle baraylı. Neymiş oldu? Bir ebe xatarlik. Öyle görürsen söyle. Maysam qaytib keldi. Qizim, qaytib keldingmi? Molla Zeydin aka. Obdan tadamizmi? Assalomu alaykum. Va aleyküm esselam. Bu kimning qo'rajoyi? Bu turpanlık gayet ağacının uyu. Bu yerdim qo'rajoyi bormi? Haremden kaytıp gelgende ep koyup turpan ketken. Rahmat. Hoş emsi. Maysamni olsam butun mol mulk mening bo'ladi ekanda. Assalomu alaykum hajga. Bir yer sana neyim var? Aman. Hajga. Bu yerdagi qora joylar monayt yaxshi ekan, ha? Zada nemişinden geldin? Hajga, ikkimiz bir turpanliq. Albatta, boshqalarning yurtida bir-birimizni izdishib, yar yo'lakda bo'lmasak bo'lmaydi-da. Sen bilen hiç kandak alakam yok. Mende zat nemişin var? O'ltirib so'zlashaylik. Qani bu yerda o'tasizlar. Qani o'tasizlar. Hajika, rasmatni qilsam, burunqi ishlarning hammasi Vangning buyrug'i bilan bo'lgan. Meni kechirsizlar. Endi mening kelishim. Men sizlarga bog'li bo'lay. Nima? Ağzını su! Yo'qa! Vaqirmisizlar hajga, ha? Chaqachilarning Molla Zeydinni tutimiz deganlarni anglaganlar. Agar ular debni qo'ysam, ota bola ikkilarning kuni qiyin. Shuning uchun, ma'qul deganlari yaxshimikin? Qandaq? Ha? Dadamizni chaqiring. Nimishqa? Chaqiring. Dada! Öyle kirib chiqay. Dada! Gaytacıga. Nemish? Zeydin kanma. Ma'qul desizlar. Nemiga? To'yga. Nima?
Ben tersaden. Kapımızla. Atıp alışkımız oylaştık. Yanıla kızınmaysam akıllıkken. O makul buldu. Rahmet kaynata, rahmet. Toyni qaysi kuni tiliqsa qandaq? Tayyorligimiz ma'qul. Rahmat. Ben qaytay. Uyga başlayaptimi? Uyga başlay. Xo'sh bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh emsa. Men tayyorlik qilay, Xo'sh emsa. Özleri Bacgir Velixon Bey. Töt Müslümanның aldıda Gayet Hacı'nın kızı Mayısxan'ı xotulluqqa qabul qilib aldımı? Qabul qilib aldım. Xudo bu işgeylenni ömürlük bəxtli qılğay. Bulağa bəxt saadet tileyli. Amin. Amin. Allahu Ekber. Velixon Bey, ağızlarını asla. Güzel cananım. Ummak başkam. Sumbuldek çaşlarınızı, kalemle kaşlarınızı turbandan tatıp görüşük teşna idim. Gelin. Yüzünüzün içi bir ahire yeni mi geldiniz mi? Oma kozam onda kama. Ben siz bilen birge buluşqa. Güzel cemalınızını görüşük şunçta kaza. Sen kim? Ne mi xotun sen? Memma, sil bugün nikah okutkan silinin ayalları, keç gündüz arzu kıgan Mayısxan. Yok, menin alıdığınım Gayet Hacı'nın kızı Mayısxan. Hatası yok. Menin dadam danlıq kegizci Gayet Hacı. Tamam hata, men helik tutup... Yey, onda tatınmışla. Kesle, ötüklerini tatlı. Yeme, Mirto, cin, şeytan. Nimanda kılıdım hayatlık. Sen yasın vağın ermu ya ki ayal mı? Kolum kattık tüyüp gitip kaldı kapımızla. Özlerim o ekşidek osla. İşkimiz Xuda koşkan bir cüpladın ikemiz kağınlı. Yatkan sözüşemiz. Kesle onda tatınmışla. Mirto, yine mi keme? Oy onda kımızlı devatına. Oy onda kımızla. Oy. Oy. Adam bamı! Kuz ola! Adam bamı! Kuz ola! Koşmuşla! Kulum koşma! Anlı sert buludu koşmuşla! Kim kulum seyip koygandı? Koşmuşla! Ben sana nikahlam ağa kotalları! Onda koşmuşla! Adam bamı! Vay sert buludu devatına! Adam Koşma bamı! anlı sert buludu! Kuz ola! Vay koşmuşla devatına! Oy! Adam bamı! Oy canım! Nimanda kaçıdı halde? Mirto! Adam bamı! Adam bamı! Kuz ola! Velixon aka, nimaga? Sen kim?
Ayolları Maysxonning enisi. Silining qin inlari g'ulam. To'g'ri gap qilmay darvozni och. Ochani ilib uydan chiq. To'la chalvaqimizlar Valixon aka. Maysxon achamni sizga zo'lab tangmidiq. O'z roziliklari bilan haqni qalab oldilar. Yana nima gap? Hozirla ajirsiman. Unda oson ish yo'q. Bizni nima chaqlayaptilar? Amsa qanday qilamiz? Uni o'qi. Bu nima? Tarihi 1101-yili Mahi Rajabning 23-kuni seshanba menki bojgari Valixon bek xotinim Maysxon Gayt hoji qizi bilan oramizga so'g'uqchilik tushib 3 taloqqa tayin qildim. Onun mehr haqqiga Kuchar soy bo'yidagi 6 ig'iz uy, bir kichik saynasi bilan yana Yo'q. Yana bir eg'iz do'kon uyni qo'shib berdim. Mashriq posili Ovud boyning hovlisi, mag'rib posili Turdi Mo'zduzining uyi. Ushbu xatning rostligiga G'appor qozining muhrini bostirib berdim. Guvochilar Tolib Oxun G'ulam. Yangi to'y bo'lganlar qanday xo'p ketgandi? Men berib kelay. Menmi baray? Ma'qul. Amsi biz ketdik. Baldıra qaytib kelinglar. Hey Valixon, endi qanday qilsa? Jigit, gap qilmaysan-ku. Bo'la. Bu xatni kim yozdi? Chasida sana tashambu bergan heliqi sodigar. Bugun ikkimizga nikoh o'qigan heliqi Molla Zaydin. Zaydin. Molla Zaydin. Molla Zaydin. Ey? Bela xotinim. Ne? Xayri xo'sh. Sevimligim Maysa. Gerçi men her joyda bo'lsam-mu, qalbim siz bilan. Zaydin aka, qachon qaytib kelasiz? Siz meni sevganda. Kim o? Ha? Bugun u ketdi. Kim biladi, ati u naladi yura. Kulki chaqchaqlari bilan nadonlarni o'yg'itib, nachar illatlarni savdab yura.